هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Zariyat tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Zariyat suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Zariyat Mekke'de nazil boğan 60 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Tupraqni soğurğuchi şamallar bilen qasamki, yağmurlarning eg'irligini ko'targuchi bulutlar bilen qasamki, su ustida yenik mang'uchi kemilar bilen qasamki, ishni yani bendiler arasında rızıklarını, yurtlar arasında yağmurlarını taqsim qilg'uchi farishtalar bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan savob, azob, qiyomat qatorliqlar albatta rostdir. Yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir. Yo'llari bor osmon bilan qasamki, payg'ambar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Allah Teala'nın ilmi azilisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan burib etildi. Kazzablarga la'nat bo'lsinki, ular jaholatga cho'mgan bo'lib, oxirat ishidan g'aflatidir. Ular Resulullah'dan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raydi. U bo'lsa, ular davzaqda azoblanadigan kundir. Davzaqqa muakkil farishtalar ularga sizlarga qilingan azobni tetinglar. Mana bu sizlar dunyodagi cheg'inglarda aldiratgan narsadir deydi. Qiyomat va hisob berish haqidagi xabarning rostligini ta'kidlash to'g'risida. Tuproqni so'rg'uchi shamollar bilan qasamki, yağmurlarning eg'irligini ko'targuchi bulutlar bilan qasamki, su ustida yenik mang'uchi kemilar bilan qasamki, ishni ya'ni bandilar orasida rizqlarni, yurtlar orasida yağmurlarni taqsim qilg'uchi farishtalar bilan qasamki, ba'zi tafsirshunoslar su ustida yenik mang'uchi kemilar bilan qasamki degan bu oyatning ma'nosini o'z falaklarida yengil üzüp turg'uchi yulduzlar bilan qasamki deganlik bo'ladi deydi. Bu oyatga shunda ma'no berilganda bu tövendin yuqoridan uningdanmi yuqoriga taraqqiy qilish, ya'ni o'rlash bo'lib hisoblanadi. Masalan, eng tövende shamol bo'ladi. Shamolning ustida bulut bo'ladi. Yulduzlar bulutning ustida bo'ladi. İşini taqsim qilg'uchi farishtalar bo'lsa, uningmi ustida bo'lib, Alloh taoloning shariat va tabiatga doir amr farmonlarini ilib tushadi. Bu oyatlardagi qasamlar Alloh taolo tarafidan qiyomatning cho'qim bo'ladiganligi qilingan qasamdir. Shunga Alloh taolo bunday deydi: sizlarga va'da qilingan savob, azob, qiyomat qatorliqlar albatta rostdir. Ya'ni albatta rost xabardir. Yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir. Ya'ni cheksiz amalga oshadigan ishdir. Yo'llari bor osmon bilan qasamki, bu oyatni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma go'zal, ko'rkam, chiroyli va tüp-tüz qilib bino qilingan osmon bilan qasamki deb tafsir qildi. Mujahid, Ekrima, Said ibn Jubayr, Abu Malik, Abu Sahil
Suddi, Qatade, Atiye, Avfi, Rabi ibn Anas ve başkalarımı şununla okşaş tefsir kıldı. Zehhak, Minhal ibn Amr ve başkalar osmanның yolları su, kum ve ot çöplerinin yığındısını şamal urup yol kılıvetkendek yollar okşaydı dedi. Bu sözlerin hemmesi bir narsenin güzellikini ve körkemlikini ifadeleydi. Osmanның güzelligi onun igiz, süpsüzük, qatma-qat nahayet puxta, etrafları kengri, turgun ve hareketchan yulduzlar bilen oralgan, gün, ay, nurluk yulduzlarının intizamlı halda to'xtamasdan hareket kılıp turganligidir. Müşriklarning xilma-xil sözleri to'g'risida Allah Teala mundaq deydi: Ey müşriklar, peygamberlerini inkar qilgan, sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Yani sizlarning so'zinglar albatta xilma-xil, turaqsiz bo'lib, bir-biri bilan moslashmaydi ve bir yerdan chiqmaydi. Qatade bu oyatning ma'nosini sizlarning so'zinglar haqiqatan Qur'onni tasdiq qilish bilan uni inkar qilish orasida xilma-xil deganlik bo'ladi deydi. Allah ilmi azilisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga ve Muhammed aleyhisselamga iman keltirishdan burib etiladi. Yani ularning yolg'on so'zi cho'qim ozg'unlar orasida taraydi. Chunki u batıl sözdür. Şek şübhisizki Qur'onni tushunmaydigan, g'aflat qilgan, hidoyatdan burib etilgan gumroh odamlar u so'zga bo'ysunadi. Uning sababidan gumroh bo'lib ketadi ve Qur'onga iymon keltirishdan burib etiladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ey kafirlar, şübhisizki sizlar Allah do'zaxga kirishni kutayotgan kishidan boshqa hech ahdini ozdurolmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarni ozdurolmaydi. Kazzablarga la'nat bo'lsin ki, Mujahid bu oyatdagi kazzablar qiyomat kuni terildirilmaymiz deb qayta terilishga ishonmaydigan kishilardir dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumanın bu oyatning ma'nosi haqida qiyomatdan shaklangichilarga la'nat bo'lsin ki deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qiladi. Shundaqla Muaz radıyallahu anhumu xutbasida qiyomatdan shak qilguvchilar halok bo'lsin deydi. Qatade öz xohishi bo'yicha so'zligichilar g'aflat qilganlar ve gumonxo'rlardir dedi. Ular jaholatga, yani kufrga ve shak shubhaga cho'mgan bo'lib, oxirat ishidan g'aflatlidir. Ular Rasulullahdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raydi. Yani ular faqat qiyomatni inkar qilgan, uningga qarshi chiqqan, uningdan gumonlangan ve uning yuz berishini yiroq sanaganligi uchunlar shundaq savolni so'raydi. U bo'lsa ular do'zaxda azoblanadigan, yani ko'ydiriladigan kundir. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi: Ular do'zaxda xuddi oltin o'tda eritilgandek eritilib azoblanadi. Taptana ve malomat qilish, kamsitish ve masxara qilish uchun ularga sizlarga qilingan azobni tetinglar. Mana bu sizlar dunyodagi chig'inlarda oldiratgan narsadir deydi deyiladi. Şübhisizki taqvodorlar jannatlarda ve iqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. Ular Rabbi ato qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qiluvchilar edi. Ular kechasi oz uxlaydi. Ular saharlarda Rabbidan mag'firat tilaydi. Ularning pul mollarida soillar ve iffetlikidan soillik qilolmaydigan muhtojlar huquqqa ega edi. Ya'ni ular soillarga ve muhtojlarga sadaqa qiladi. Zaminda ve o'zanglarda
Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Osmonda sizlarning rizqinglar bor. Sizlarga va'da qilingan savob bor. Osmonning va zaminning Robbi bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan narsa o'zinglarning so'zlayotganinglardek, ya'ni so'zlashinglarning o'zinglarga aniq bo'lganidek haqdir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Taqvodorlarning mukofoti va ularning sifatlari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'ziga taqvodorlik qilganlarning qiyomat kuni badbaxt kofirlar chekayotgan azob uqubat, ko'ydirguchi o't va zanjir kishanlar azobining dal aksicha jannatlarda va iqib turgan buloqlarning orasida bo'ladiganligidan xabar berdi. Ular Rabbi ato qilgan nozu ne'mat, xo'shal xo'ramlik va baxt saodat qatorliq narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qilguvchilar edi. Buyuk Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularga o'tgangi kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal xo'ram yenglar, ichinglar deyiladi. Alloh taolo ularning qilgan yaxshi ishlarini bayon qilib mundaq deydi: ular kechasi oz uxlaydi. Bu oyat haqida tafsirshunoslar ikki xil qarashda bo'ldi. Uning biri, ular kechining az bir qismini uxlamay ibodat bilan o'tkazadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: ular her kechining az bir qismini bo'lsa-mu ibodat bilan o'tkazadi. Qatada Mutarrib ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi: ularning Alloh taologa namoz o'qimaydigan kechasi nihoyat oz edi. Ular kechining bosh tarafida yoki o'ttirisida namoz o'qiydi. Mujohid mundaq deydi: ularning tong atqanga qadar tahajjud namozini o'qimay uxlagan kechasi nihoyat ozdir. Qatada mushuning o'xshash dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu va Abu Ali qatorliqlar mundaq deydi: ular mag'rib bilan isho namozining oralig'ida namoz o'qiydi. Ikkinchi xil qarash bo'lsa, ular kechasi oz uxlaydi. Ibn Jarirmi bu qarashga qo'shildi. Hasan Basri ular kechasi oz uxlaydi degan oyatning ma'nosini ular kechini qiyom bilan o'tkazadi, kechasi oz uxlaydi, ibodatda tirishchan bo'lib, uni hatto tong saharga qadar so'zaydi. Tong saharda Alloh taolodan mag'firat talab qiladi dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan chaqda kishilar uning oldiga aldirab tenab kelishdi. Menmu shu kishilarning ichida edim. Men Payg'ambar alayhissalomning chiroyini ko'ribla, uning chiroyining yolg'onchi odamning chiroyiga o'xshamaydiganligini bildim. Men uningdan tunji anglagan so'z uning: ey insonlar, och qolganlarga tomoq beringlar, xish aqrabolarga sil rahmi qilinglar, salomni oshkor qilinglar, kechida kishilar uxlayotgan chaqda namoz o'qinglar, shunda qilsanglar jannatga omon eson kirsizlar degan so'zi bo'ldi. Imom Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: jannatda haqiqatan teshidan ishchi ko'rinadigan uylar bor. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu: ey Allohning payg'ambari, u uylar kimlar uchun tayyorlangan deganda Payg'ambar alayhissalom: muloyim so'z qilgan, och qolganlarga taom bergan va kishilar uxlayotgan chaqda kechini Alloh taolo uchun qiyom bilan o'tkazgan, ya'ni kechida namoz o'qigan kishilarga tayyorlangan dedi. Ular saharlarda Rabbidan mag'firat tilaydi. Mujohid va bir qancha kishilar bu oyatning ma'nosi haqida ular saharlarda namoz o'qiydi deganlik bo'ladi dedi.
boshqa tafsirshunoslar ular kechini qiyom bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Mag'firat talab qilishni saharlarga kechiktiradi dedi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Va saharlarda istig'for etquchilardir. Agar mag'firat namozning ichida talab qilinsa, u eng yaxshidir." İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah va Nasa'iy qatorliqlar bir turkum sahaba radhiyallohu anhumlardan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo haqiqatan har kechasi kechining 3dan 1 qolganda dunyo osmonining, ya'ni 1-qavat osmonga tushib, toki tong yo'rg'ichilik mundaq deydi: "Gunohlarga tavba qilg'uchi bormi? Tavbani qabul qilaman. Va uningga mag'firat talab qilg'uchi bormi? Uningga mag'firat qilaman. Mendan nas so'rg'uchi bormi? Uningga so'rig'ini beraman." beriladi. Ko'p sondagi tafsirshunoslar Alloh taolaning Yaqub alayhissalomdan xabar berib, Yaqubning o'z o'g'illariga "Rabbimdan sizlarga mag'firat tilayman" deganligi haqidagi oyat to'g'risida to'xtalib, Yaqub ularga mag'firat talab qilishni sahar vaqtiga kechiktirdi degan. Ularning pul mollarida soillar va iffatikidan soillik qilmaydigan muhtojlar huquqi ega edi. Ya'ni ular soillarga va muhtojlarga sadaqa qiladi. Alloh taolo ularni namoz o'qiydiganligi bilan sifatlagandan keyin yana ularni zakot beradiganligi, yaxshilik qiladiganligi va sil rahim qiladiganligi qatorliq sifatlar bilan madhilab mundaq dedi: "Ularning pul mollarida soillar va iffatikidan soillik qilmaydigan muhtojlar huquqqa, ya'ni muhtojlar uchun bo'lib qo'ygan bir o'lish nasibiga ega edi." Oyatda tilga ilingan soilga kelsak, uning soilligini oson bilib olg'ili bo'ladigan kishidir. U kishilardan narsa tilaydi. Uning tegishlik haqqi bor. Muhtojlarga kelsak, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Mujahid u o'z ehtiyojini qamdashga tirishadigan, lekin ehtiyojini to'liq qamday olmaydigan, islomdami nisibisi yo'q kishidir dedi. Ya'ni uning turmushiga kapolatlik qilish uchun islom davlati xazinasidan taqib beradigan nisibi yo'q. U o'zini beqish uchun ne kasbi ne hünürümü yo'q kishidir. Mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha bu xildagi muhtojlar rizq talab qilib terishadigan, lekin tiligiga erisholmaydigan va kasb qilish yo'li qolaysiz bo'lgan kishilardir dedi. Qatada va Zuhri bu oyatdagi muhtojlar iffatikidan kishilardan hech narsa so'ramaydigan kishilardir dedi. İmam Nasa'iy Zuhri'den Peygamber aleyhisselam'dan mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Aylanib yurib, bir to'g'ram yoki 2 to'g'ram yemek bilan va yoki 1-2 tal xormi bilan qaytadigan kishi miskin emas. Miskin degan qo'sig'i to'yg'idak biror narsa topolmaydigan, uning iffatikidan uning sadaqa berilishi uchun uning muhtojligi ma'lum bo'lmaydigan kishidir." Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Alloh taoloning zimindagi va insondagi alomatlari to'g'risida. Ziminda va o'zanglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Ya'ni ziminda uni yaratquchining buyukligini ve onun acayip kudretini gösterdiğin nurgun alametler var. Çünkü Allah Teala onun da türlük ösümliklerini, hayvanlarını, tüzlenlerini, tağlarını, çöllerini, derya östenlerini ve denizlerini yarattı. İnsanların tillerini, renklerini, ularının tabiatideki huluk micaz ve güç kuvvetini xilma xil qilib yarattı. Ularni aql, tushuncha, mingishtirish, baxtlik va baxtsiz bo'lish qatorliq ishlarda bir-biridan farqli qildi.
Allah Teala'nın ulanı puxta ve nahayet hikmetli kılıp her bir azasını öz ornuğa, o muhtaç bo'ladigan joyga o'rinlashtirib yaratishidimi? Allah Teala'nın kudretini gösterdiğin nurgun alametler var. Bunu görmemsizler, bu ayetning ma'nosi haqida Qatada kimki o'zining yaratılışida fikir yurgizsa, u o'zining ugillarining ibodat uchun egiladigan qilib yaratilganligini bayqay oladi dedi. Subhanalloh. Osmonda sizlarning rizqinglar, ya'ni yomg'ir bor. Sizlarga va'da qilingan savob, ya'ni jannat bor. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid ve bir qancha kishilar bu oyatni shundoq tafsir qilgan. Osmonning va zaminning Rabbi bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan narsa o'zinglarning so'zlayotganinglardek, ya'ni so'zlashinglarning o'zinglarga aniq bo'lganidek haqdir. Allah Teala bu oyatda o'zining ulug' zoti bilan qasam qilib, ularga va'da qilingan narsa qiyomat, o'lgandan keyin terilish, mukofot va jazo ishlarining sheksiz amalga oshadiganligini bayon qiladi. Uning amalga oshadiganligi haqdir. Uningda qilch shak yo'qdir. Sizlar so'zlayotgan chaqda o'zinglarning so'zlayotganinglardan shak qilmaganinglardek va'da qilingan u narsalardan shak qilmanglar. Muaz radhiyallohu anhu agar biror narsa to'g'riliq so'zlasa, u hamrohiga sening bu yerda bo'lganing haqdek, bu so'z cho'qim haqdir deydi. Alhamdulillah. Yuqorida sura Zariyat tafsiridan 23-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.